qilishgan, juda yaxshi qabul qilishgan. Men otangni kechirgin bolam degan, hozir ham talab qilishdi. Men otangni kechirgin bolam degan bir ashulani aytib bering, iltimos deb. Endi bu ashula endi bir otaxonimiz yozgan. Menimcha bir farzanddan rushnolik ko'rmagan bo'lsa kerak, shu boshidan o'tkar kechirganlarimni qog'ozga tushirgan. Mana shu ashulani ham hozir sizlarga taqdim qilamiz. Agar ashulalarimiz sizlarga yoqadigan bo'lsa, bitta qarsak bilan ilhomlantirib qo'ysalaringiz juda ham xursand bo'lardik. Rahmat, sog' salomat bo'ling. Qarsak chalgan qo'llaringiz dard ko'rmasin. Bir kun kelib keksayib qolsam, gapirishdan, yurishdan qolsam, bir kun kelib keksayib qolsam, gapirishdan, yurishdan qolsam, seni qiynab tashvishga solsam, men otangni kechirgin bolam. Geçinler keskin
sensin